Xo'p, mana bunisi homiladorlik, emizikli payt va homiladorlikka tayyorgarlik ko'rinishidagi bo'lgan ayollarimiz uchun multivitamin hisoblanadi. 100 dona bo'ladi ichida. Hozir buni sostavini ko'rsataman sizlarga. Vapshi zo'r. Mana. Qaranglar, buni ichganda homiladorlik paytida ham, emizikli paytda ham boshqa vitamin shart emas. Faqat omega ichsanglar bo'ladi, qo'shimcha. Buni tarkibida omegasi yo'q. Qaranglar, kalsiy, koper, temir, magniy, selen, sink, vitamin B kompleks, C, vitamin D, E, xullas sanasam sanog'i tugamaydigan multivitamin kuniga bittadan bir mahal ovqat bilan birgalikda ichiladi. Juda ham zo'r. Qaranglar, bu nomer 1 o'sha Kanadadagi eng yaxshi multivitaminlardan biri hisoblanadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Eng yaxshi vitaminlar homiladorlikda, emizikli paytda ham qanaqa vitaminlar ichay deganlar uchun mana shu eng zo'ri.